Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga ko'pchilik ustakalarimiz so'rashgan trombovka apparatlarimiz yetib keldi. Undan tashqari asfalt kesadigan va vertolyotlarimizdan yetib kelgan. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumotlarni berib, aytib o'tib ketamiz. Video boshida manzilimizni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv Malina svetoforida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Do'konimizga yangiligimiz Kenguru trombovka apparatlarimizdan va asfalt kesadigan apparatlarimizdan yetib keldi. Ushbu trombovka apparatlarimiz benzinli bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz ishlatishgan, bilgan apparat bo'ladi. Bu Kenguru trombovka apparatimizning motori benzinli bo'ladi. Benzinli 7 ot kuchi 170 motor gilza porshili bo'ladi. Mana shu yerda motor joylashgan. Mana o'zi yozib qo'ygan 170 F motor bo'ladi. O benzinli 1 soatda 700 grammdan 1 litrgacha rasxod qiladi. Bu gaziga qarab, qancha gazni kuchaytirsalaring apparat shu sakrashi, ya'ni urib berishi tezlashadi va rasxodi ham ko'payadi. 1 litrgacha oshib boradi. Endi gazni pasaytirganlaring sari rasxod kamayib boraveradi. Bu yerda o'zi mana gazlari bor, gaz kranlari. Endi buni motori 7 ot kuchli bo'ladi. 170 gilza portion aytib o'tganimizdek, reduktorlarni ko'rishlaring mumkin. Mana bu yerda reduktor joylashgan. Xo'p, bu reduktorlari bitta sakraganda 1 tonnagacha yukni urib beradi. Ya'ni o'sha trombovka qilib beradi. Buni apparatimiz jami vazni 65 kilogramm bo'ladi. 65 kilogramm yozgan. Undan 5 kilo ag'i, 5 kilo bag'i bo'lishi mumkin. Taxminiy hisobda 65 kilogramm. Mirolis brendiga tegishli apparatimiz garantiyalari 6 oyga beriladi. Kimga ushbu apparatlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Bu apparatlarimiz mana ko'rishlaring mumkin. Tepa bachog'i mana benzin bachog'i yerda joylashgan. 3 litrgacha benzinlarni qo'yib turib, bemalol ishlasalaring bo'laveradi. Bitta bak to'lganda apparatni bor quvvatga qo'yib ishlasalaring ham, hop 3 soat apparat o'chmasdan bemalol ishlashga mo'ljallangan bo'ladi. Bu apparatimiz narxi $450 qilib beryapmiz. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Dastavka xizmatlari 12 ta viloyat bo'yicha bor. Undan tashqari asfalt kesadigan apparatlarimizdan ham yetib kelgan. Bu asfalt kesadigan apparatimiz 18 sm gacha qalin bo'lgan asfaltlarni yoki betonlarni kesishga mo'ljallangan. Bu ham benzinli, motori 15 ot kuchi bo'ladi. 1 soatda 1,5 litrgacha rasxod qiladi. Shu apparatimiz narxi kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Ekran ostida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Xo'p, endi buni o'zini suv bachoglari bor. Suv bachogiga suv quyib turib, mana bu yerdan suv tashab berib turadi. O'zini o'sha pichog'ini ho'llab berib ketaveradi. Kimga apparatimiz narxi qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Optim narxlarda dastavka xizmatlari bor. Sotaman degan akalarimiz uchun ham yetkazib berish xizmatlarimiz bor. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Do'konimizda qurilish texnikasiga taalluqli barcha turdagi apparatlarimizda mavjud. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.